birovga choq qazisang o'zing tushasan deyishadi. Nima kerak edi sizga shuncha muammo? Men sizni muammoingiz bilan bu yerga kelganim yo'q. Farqi nimada? Ikkalamiz ham mana shu panjara ortidamiz-ku. Men sizni o'ta ayyor, mug'ombir ayol deb bilardim. O'ylab qarasam adashgan ekanman. Miyangiz biroz kirdi-chiqdi bo'lib qolgan ekan. Shu chaqaloq sizni qamalib ketishingizga arziydimi? Balki bola arzimas. Lekin qizini baxti uchun har qanday ona men qilgan ishni qilgan bo'lar edi. Siz meni emas, o'zingizni o'ylang. Bilasizmi nima qilaman? Shu yerdan qutulib chiqsam, qizingizni yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Ana keyin o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Chaqaloqni esa xotinimga olib kelib beraman. Undan keyin qamalib ketsam ham pushaymon qilmayman. Bu turishda biz qachon odamga o'xshab yashaymiz-a? Qachon bu ko'ksimga quyosh tegadi? Nima ertalabdan javrayapsan-a? Jonimga tegdi. Bu hayot jonimga tegdi, tushundingizmi? Bu ro'zg'ora kami tugaydimi, yo'qmi? Qachon qarasa muammo, qachon qarasa muammo. Noshukr. Ertalabdan bir chiroyli niyat qilsang-chi. Ha deb nolavermagin. Keyin yaxshi bo'larmidi? Men aybdorman-a hammasiga, ha? Men aybdorman-a? Siz qanaqa erkaksiz o'zi? Uyarsiz bo'lmaydimi? Xotin, bas qil. Nima deyapsan? Ha, nima? Tushlikkacha uxlaysiz. Hech qayerda ishlamaysiz. Bu uyda bo'kib yotaverganingizdan keyin birimiz ikki bo'larmidi? Ko'chaga chiqing, ish qidiring. Qachongacha shunday yotmoqchisiz ayting? Menga qara. Ishdan bo'shaganimga bor yo'g'i bir kun bo'ldi. Juda haddingdan oshib ketmadingmi sen? Men haddimdan oshdimmi? Haqiqatni aytib, men haddimdan oshdimmi? Baqirma, o'chir ovozingni. Baqiraman. Bor unday ko'ra choy qil. Chakaging singur. Bor tezda choy qil dedim. Xo'p. Sendaqa xotin bo'lgan. Nima bo'ldi bularga ertalabdan beri yo'q? Xavotir olma. Men seni deb qaytib kelganim yo'q. Ha, buni qarang-a. Men bechora yuragimni hovuchlab o'tirgandim. Oyim bilan dadam kelishayotgan ekan. Shuning uchun qoldim. Nima? Ular nega kelishadi? Qo'rqma. Senga sovchilik uchun emas. Ming'irlab gapni chaynurming. Men uni so'ramayapman. Opam bilan chaqaloq yo'q-u, ular kelishsa nima deymiz? Bilmadim. Men ham shuni o'ylab qoldim. Pochcham qayerdalar? Boya hovlida yurganini ko'rdim. Mohira, sen qachon qaytding? Men seni juda ko'p izladim, lekin topa olmadim. Mohira, iltimos, meni kechir. Qizim. Alo. Eshitaman, oyi. Bolam, qayerdasan? Haligi ish bilan yurgandim, oyi. Keyinroq gaplashsak bo'ladimi? Zudlik bilan uyga yetib kel. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik emas.
Akangni qamab qo'yishdi. Nima? Akamni nimaga qamashadi? Kelinoyini o'limida akangni ayblashayotgan ekan. Nima? Kelinoyim o'limida? Esi joyidan ularni oyi? O'g'lim, iltimos sendan tezroq kelgin, vaziyatni bilish kerak. Oyi, bu gapni o'zi sizga kim aytdi? Balki noto'g'ri eshitgandirsiz. Noto'g'ri eshitganim yo'q. Hozirgina qo'ng'iroq qilishdi. Bo'la qol o'g'lim. Xo'p, hozir birozgina ishim bor. Tez tugatib boraman, oyi. Xo'p o'g'lim, faqat tezroq bo'l. Xo'p. Xo'p, oyi. Tushunursiz. Nima gap, tinchlikmi? Akamni qamab qo'yishibdi. Xolajon, Ali akam nima dedilar? Hozir kelaman dedi. Endi nima bo'ladi-ya? Xolajon, asabiylashmang. Tag'in yuragingiz ushab qolmasin. Umida, qanday siqilmang axir. O'g'limni jinoyatchi deb qamab qo'yishdi. Bu kichkina ayblov emas. Mayli, hali anig'ini bilmaymiz-ku. Doringizni olib chiqaymi? Voy, bilmadim. Hozir xonangizga kirib olib chiqaman. Xo'p. Xudoyim. Nega bu bolani boshi muammodan chiqmay qoldi? Senmiding qizim? Onangni ko'ylagini kiyganingga xuddi onangga o'xshab qolsa. Seni u deb o'ylabman. Afsuski unday emas. Agar hozir meni o'rnimda onam bo'lganlarda nima qilardingiz? Uni oldiga tiz cho'kib, kechirim so'ragan bo'lardi. Qachonki meni onam sizni kechirsalar, men ham o'shanda kechirishim mumkin. Ey, nima qilib turibsan bu yerda? Voy dadasi, ichim qizib ketyapti. Nega iching qizib ketadi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ish qilib qorning bezovta qilmayaptimi? Yo'q, qornim emas. Ana Oydinni aytyapman. Uyga bordimikan? Zilola opa chiqdimikan qamoqdan? Ha, ungamidi? Ha. Ey, nega o'zi birdan uydan ketib qoldi? Nega bo'lardi? Insof kirib qolgandir-da. To'xtang-chi. Qo'ng'iroq qilib ko'ray. Aql. Allo, eshitaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zilola opani raqamimi bu? Ha, shunaqa. Menga shu Zilola opa kerak edi-da. Oyim yo'q edilar. Nima? Qamoqdan chiqmadimi? Yo'q, hali chiqqanlari yo'q. Siz kimsiz? Men oyingizni tanishiman. Bu Oydin uyga bordimi? Yo'q. Yaramas, yana aldabdi-da. Gapingizga tushunmadim. Nimaga aldiydi? Nima, siz opamni ko'rganmidingiz? Ha, u bizni uyda edi. Bugun ketdi. Qayoqqa ketdi? Bilmayman. Bir yigit kelib qora mashinada olib ketdi. Menga oyimni oldiga boraman degandi. Qora mashinada? Ha? Gentra emasmi? Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Raqami qanaqa edi, opa? Voy, raqamini qayerdan bilay? Ey, mashina raqamini aytyapsanmi? 025 edi. Ha, bu 025 ekan. 025? Ali akami? Ismini qayerdan bilay? Ish qilib, men shu Zilola opani qutqargani ketdi deb o'ylabman-da. Ha, bo'pti. Ali aka, nahotki meni aldagan bo'lsangiz? Dada! Voy, telefonni o'chirib qo'ydi. Nima bo'pti? Zilola opang chiqibdimi? Chiqmabdi-da. Nega? Aldabdi. Dada, qayerdasiz? Ha? Nima gap? Dada. Opam. Nima opang? Opang topilibdimi? Ha,
Ular oyimni bir tanishnikida bo'lgan ekanlar. Qanaqa tanishi? Bilmayman, ismini so'ramadim. Nega so'ramaysan? Hozir o'sha yerdan ketibdilar. Qayoqqa ketibdi? Menga qara, nima bo'lyapti o'zi? Men seni gapingni tushunmayapman. Oyimni tanishlari qo'ng'iroq qildi. Oying qamoqdan chiqdimi? Oydan uyga bordimi deb so'radilar. Yo'q desam, yana aldab ketvoribdi-da, oyimni qutqaraman deb ketgandi dedi. Kim ekan u? Erkak kishimi, ayol kishimi? Ayol kishi ekan. U ham mayli. Opam u yerdan Ali aka olib ketibdi. Nima? Ali olib ketibdi? Ha. Opa, shoshmang. Ha. Tinchlikmi? Menga bir yordam bering. Qanaqa yordam? Akamni qutqarishim kerak. Uni bolani o'g'irlashda emas, Madinani o'ldirishda ayblashayotgan ekan u. Bunga bizning nima aloqamiz bor? Opa, hozir bolani olib kirib bersangiz, oyingizni qo'yib yuborishadi, to'g'rimi? Shunday deb umid qilaman. Keling, avval men o'zim kiray. Nega? Menda bir reja bor. Bir o'q bilan ikki quyonni uramiz. Qanday reja? Nima qilmoqchisan o'zi? Nima balo bo'lgan bu qizga? Telefonni ham ko'tarmaydi. Kimga qo'ng'iroq qilyapsan? Kimga bo'lardi? Sumbilaga-da. Sumbilaga? Yana o'sha ayolmi? Men senga nima degandim? Xo'p, dadasi. Shu masalani hal qilgani boryapmiz-ku. Nima u seni oilaviy muammoingni hal qilib beradimi? Ha? Men borganimdan keyin u ham kelish kerak. Agar ana o'g'lingiz bilan yolg'onchi keliningiz aybini bo'yniga olmasa, Sumbila isbotlab beradi. Sen o'zi muammoni hal qilgan boryapsanmi? Yo o'g'ling bilan janjal qilgan boryapsanmi? Men kelinimni aybini isbotlab, o'g'lim ikkalasini ajratib kelgani ketyapman. Esing joyidami seni? Hali biz ularni ajratgani ketmayapmiz. Ha nima? Bizni 1 yildan beri aldab kelishayotgan ekan. Nima rahmat aytib qaytib kelamizmi? Bas qil xotin, jahlimi chiqarma. Yo'q dadasi, bo'ldi endi. Namuncha hadib o'g'lingizni yonini olaverasiz? Nima bir umr farzandsiz bo'lib, naslsiz o'tib ketishini xohlaysizmi? Men faqat o'g'limni o'ylayapman. Boshqa hech narsani emas. Siz ham sal o'ylab ish qilsangiz yaxshi bo'lardi. Nega kayfiyating yo'q, qizim? Nima bo'ldi? Bilmadim. Qo'lim negadir og'riyapti. Darrov turib ketganingdan keyin shunaqa bo'ladi-da. Yotib biroz damingni olsang o'tib ketadi, qizim. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Kelinoyi, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat Ali. Sen bu yerda nima qilyapsan? Qani yurchi tashqariga sen bilan gaplashib olaylik. Shoshmang. Sizlarni oldingizga muhim bir masala bilan keldim. Bu hammamizga taalluqli. Nima ekan u? Akamni va Zilola opani nohaq ayblab qamab qo'ygansizlar. Birinchidan, akangni qamashimizga sabab bor. Ikkinchidan, Zilola bilan sening nima ishing bor? Qisqasi sizlarga bir taklifim bor. Qanaqa taklif? Kelinoyi, sizga bola kerakmi? Nima demoqchisan o'zi? Men bolani qayerdaligini bilaman. Rostdanmi? Ha. Istasangiz bolani hoziroq olib kelib beraman. Faqat bir shartim bor. Qanaqa shart? Sen nima deyapsan o'zi? Zilola opa bilan akamni hoziroq qo'yib yuboring. Men esa sizlarga nabirangizni olib kelib beraman. Oyi. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Keling. O'tkirroqdan bitta qo'ying. Xo'p, hozir. Alo. Alo. Assalomu alaykum, pochcha. Alo. Eshityapsizmi, pochcha, qayerdasiz? Mana. Ko'chadaman.
topildilar. Qayerda ekan? Aniqrog'i qayerda bo'lganini bilmadim. Gapingga tushunmadim. Qayerda? Qayerdaligini bilasanmi Oydinni? Qayerdaligini bilmayman. Qisqa suvlarni Ali aka olib ketgan ekan. Nima? Aka, ichmaysizmi? Sen bola biz bilan hazillashyapsanmi? Hazillashayotganim yo'q. Nega sen yo'q, be yo'q ko'chadan kelib olib menga shart qo'yyapsan? Bolani sen o'g'irlagansan. Buni nima ahamiyati bor? Sizlarga bola kerakmi, yo'qmi? Menga qara, tirancha. To'g'risini ayt. Agar shu paytgacha bolani sen o'g'irlab, bizni laqillatib yurgan bo'lsang, Kennoyi. Dada. Xo'p, bola qayerda? Avval ularni qo'yib yuboring. Keyin bolani o'zim sizlarga olib kelib beraman. Hozirni o'zida. Dada, akamga telefon qiling. Qizim, to'xta. Bu bolaning gapiga ishonib, men ularni qo'yib yubora olmayman-ku. Oldin bolani ko'raylik, keyin bir narsani hal qilamiz. Iltimos qilaman. Akamga telefon qilib ayting. Zilola opa bilan Ulug'bek akamni qo'yib yuborishsin. Eshitaman dada. Qayerdasan? Mahkamadami? Ha dada, shu yerdaman. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Menga qara. Labi. Hoziroq Zilola bilan Ulug'bekni qo'yib yubor. Nima? Men senga ularni qo'yib yubor deyapman, eshitmayapsanmi? Eshityapman dada, lekin tushunmayapman. Nega, tinchlikmi? Menga hadeb savol bermaginda, meni aytganimni qil. Tushunarlimi? Xo'p, tushundim. Bo'pti. Mana seni aytganingni qildim. Zudlik bilan hozir shu yerga bolani olib kelasan. Yo'q. Men bolamni bera olmayman. Bera olmayman. Opa. Men hammasini gaplashdim. Kirsak bo'ladi. Dada, shoshmang, to'xting. Ha? Dada, o'zingizni bosing, iltimos. Yetar endi o'zimni shuncha bosganim. Jang demasam hammang bilganingni qilyapsanlar. Dada, qayoqqa boramiz o'zi? Sen hech qayerga bormaysan. Uyda qolasan. Yo'q, dada, boraman. Ey, opang uyga qaytaman dedimi? Sen shu yerda bo'lib tur. Agar u keladigan bo'lsa, darrov menga qo'ng'iroq qilasan. Birgalikda keyin oyingni olib kelamiz. Xo'p, dada, tushundim. Bo'ldi, qol. Xudo ish qilib Ali akam bilan urushib ketishmasin-da. Va nihoyat uyda hech kim qolmadi. Nima? Balki siz bilan bundoq odamga o'xshab gaplashib olarmiz, a? Har holda yosh bola emasmiz. Unaqa qarama, meni maqsadim jiddiy. Sen bolani esing og'ib qolganmi? Yo jinnimisan, a? Ko'rmayapsanmi atrofingda nimalar bo'layotganini? Shuncha muammo bo'lib yotibdi. Sen nima deb aljirayapsan, ahmoq? Tavba. Bir tirrancha kelib, bizni ahmoq qilib ketdimi? Hech kim hech kimni ahmoq qilgani yo'q.
keyin bilib qo'y, u bola meni kimligimni juda yaxshi biladi. Agar meni aldasa, yerni tagidan topib ham tug'ilganiga pushaymon yedirtiraman. Yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham Ulug'bekni qo'yib yuborish kerak emas edi. Men tushunmayapman. Ulug'bek akani nimaga qamadinglar o'zi? Yo'q, qizim. Meni anu bola ahmoq qilganiga jahlim chiqyapti. Dada, oyi, Ali hech kim aldagani yo'q. Men qaynimni yaxshi bilaman. U aldaydigan bola emas. Ali! Ali dedim. Voy bolam, keling. Ali qani? Keling bolam. Voy, tinchling bola. Nega baqiryapsiz? Tinchlik emas. Men sizga o'g'lingiz qani deb so'rayapman. Ali uyda emas, chiqib ketgandi. Tinchlikmi o'zi? Tinchlik emas. Yolg'on gapirmang. Uni qayerdaligini bilasiz. Hozirroq ayting, qani u? Men bilmayman bolam. Iltimos baqirmang. Bilasiz. O'tgan safar ham chaqaloq uyda emas deb meni aldadingiz. Menga qarang. Uyalmaysizmi kap-katta xotin? Nima? Sizlarga yolg'on gapirish oilaviy an'anami deyman? O'g'illaringiz namuncha lafsiz, latta desam, hamma gap sizda ekanda. Baliq boshidan sasiydi deganlardek, siz g'irt yolg'onchi ekansiz. O'g'illaringiz ham o'zizga o'xshab tarbiya bera olmabsiz. O'g'lim, bu nima deganingiz? O'g'lim demang meni. Menga xotinim bilan bola kerak. Uni Ali o'g'lingiz olib ketgan ekan. Aldashni xayolingizga ham keltirmang. Bu safar uni tirik qoldirmayman. Yaxshilikchi qayerdaligini ayting. O'g'lim, men sizdan o'g'illarim uchun uzr so'rayman. Ishoning, men rostdan ham bilmayman. Jin ursin hammangizni. Voy. Umida. Qayerda yurgan ekan-a? Eshitaman. Abbos aka, yaxshimisiz? Yaxshi, kim bu? Men Aliman. Ali, qayerdasan yaramas? Nima edi? Men sendan qayerdasan deb so'rayapman, hayvon. Xotinim sen bilan ekan-ku. Nega meni aldading? Nima? Men bilan hazillashma. Kekirdagingni sug'urib olaman, qarab tur. Hozir qayerdaligini aytyapman senga. Shifoxonadamiz. Kelinoyim yotgan shifoxonada. Men hozir boraman. Ketib qolma. Agar ketib qolsang, o'shagan joyimda o'ldiraman seni. Oyi, yordam bering. Bolam. Voy. Oyi. Bolam olib bering. Ber menga. Bolam. Mana qizim. Bolam. Bolajonim. Jonim bolam. Arslonim o'zimmi? Bo'ldi. Bolajonim. Iltimos, uni ehtiyot qil. U hali juda ham kichkina. Ba'zida qorni og'rib qolyapti. Shunaqa payt chinqirab yig'lab qoladi. Lekin ehtiyot bo'lib qornini silasang, yengil tortadi. Hali ko'p dorilar mumkin emas. Yana keyin har yarim soatda sutini ichirish kerak. Hozir uyqusida yig'lashni boshlaydi. Agar sut ichgisi kelsa,
keyin ba'zida uxlayotganda injiqlik qilib yig'lab qoladi. U beshikka o'rganmagan. Qo'lingga olib sekin allalasang, o'zi uxlab qoladi. Tushundingmi? Keyin yana Bo'ldi, o'zim bilaman. Bu meni bolam. Bolamga nima kerakligini o'zim yaxshi bilaman. Va sendan yaxshi qarayman. Ketaverishim mumkin. Sog' bo'l. Lekin Qizim, senga rahmat. Yur. Yura qol qizim. Yur. Bo'ldi, yura qolgin. Shirintoy. Bo'ldi, yur. Yur. Ozodsizlar. Nima? Ozodsizlar dedim. Chiqinglar. Fikrimdan qaytmasimdan chiqinglar. Xola, sizga nima bo'ldi? Xolajon, ko'zingizni oching, meni qo'rqitmang, xola. Xola, telefon. Hozir tez yordam chaqiraman. Abbos aka, Xotinim qani? ichkarida. Qani deyapman senga? Abbos aka. Qayerga olib ketding? Yaramas, men seni ogohlantirganmidim? Yana aldasang o'ldiraman deganmidim? Qani xotinim? Aka, xotining. Nega meni aldading? Ha? Nega meni aldading? Qani meni xotinim? Ha? Sendan so'rayapman, qani? Oydin? Oydin? Nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Menga qara. Senga nimadir qildimi? Oydin gapirsang-chi, nima bo'ldi? Meni qo'rqitma, asalim, iltimos gapir. Bolamizni qaytarib berdim. Bo'ldi. O'zingni bos. Bo'ldi. Xumora? Oyijon. Xumora, qizim.
Yaxshimisiz? Ha. Qo'yib yuborishdimi? Yaxshiman qizim. Qo'yib yuborishdi. Opang qani? Opam bilmadim. Pochcham bilan dadam qidirib ketishgandi. Tushunmadim. Nima uyga umuman kelmadimi? Yo'q, hali kelganlari yo'q. Oyi o'zi nima bo'ldi? Opam mahkamaga bormagan bo'lsa, sizni nimaga qo'yib yuborishdi? Bilmayman, menga ham aytishmadi. Uyda hech kim yo'qmi? Yo'q. Haligi sal avval sizni telefoningizga bir ayol qo'ng'iroq qildi. Kim ekan u? Opang oyingni qutqargani ketdi dedi. Tushunmadim, kim telefon qildi? Zubaydami? Bilmasam, oyi shunaqa bo'lsa kerak. Voy o'lmasam. Oyi nimadan cho'chyapsiz? Meni o'rnimga opangni qamab qo'yishmadimikin deb qo'rqyapman. Zubayda nima dedi o'zi senga? Ha? Uni uyga militsiya boribdimi? Yo'q, haligi opamni Aliyaga olib ketibdilar oyi. Yoki opang bolani qaytarib berdimikin, ha? Yo'q, hech qachon bunga ko'nmaydi. Oyi, men hozir dadam bilan pochchamga qo'ng'iroq qilaman. Oyi, yuring. Xo'p. Voy, qizim. Balki holini ko'rarmiz. Holini? Qayerdan bilamiz? Bu bizni nabiramizmi? Balki Oydin bizni aldab boshqa bolani tashab ketgandir. Bo'ldi qil. Oyi, bunga hojat yo'q. Men bolamni juda ham yaxshi taniyman. Voy, nimaga menga unaqa qaraysiz? To'g'risida? Bas qil dedim senga. Ha, bolakum mayli. Ulug'bekni bekor qo'yib yubordingiz. Xotin, senga jim bo'l dedim. Jim bo'lasanmi yo'qmi o'zi? Bo'ldi, bu mavzuni yop dedim senga. Hammasi hal bo'ldi. Dada, oyi chiqib turinglar. Men bolamni uxlatmoqchiman. Sen men bilan yur. Bolajonim, va nihoyat o'zimga qaytib kelding-a. Onangni kuydirib ado qilding-ku bolam. Qayerlarda yurganding? Endi oyingni tashlab ketmaysan-a? Arslonim, men sensiz yashay olmayman. Sensiz yashay olmayman. Seni hech kimga bermayman. Hech kimga. Men qara, seni ishing joyidami, ahmoq? Gapiraversan bitta gap. To'tiga o'xshab qaytarib. To'g'risida, dadasi yuragim siqilib ketyapti. Ichim yonib ketyapti. Sen nimaga ish qilasan, ahmoq? Menga qara, nabirangni qaytganiga, qizingni xursand bo'lganiga sen shukr qilmaysanmi? Nima ish qilasan? Xursandman. Lekin bolani shundoq ham qo'lingizdan kelardi-yu olish. Nimaga anu yaramaslarni qo'yib yubordingiz? O'chir ovozingni. Sen meni ishimga ko'p aralashaverma, tushundingmi? Seni ishing bo'lmasa meni qilayotgan ishim bilan. Keyin men kimni qamab, kimni chiqarishni o'zim hal qilaman. Men har doim qonuniy ish qilganman va qonuniy ish qilaman, buni esingdan chiqarma. Keyin indamasam sen juda ham ko'p haddingdan oshib ketyapsan. Umida.
darvoza yopiq turmasdi-ku. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan uka? Rahmat. Menimcha uyingizda hech kim yo'q. Nega? Bu joyga ketishganini ko'rdingmi? Ha aka, tez yordam kelib oyingizni olib ketdilar. Nima? Qachon? Boya tez yordam keldida olib ketdi, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Mana bunisi bor. Endi nima qilaman Abbos aka? O'g'limsiz qanday chidayman? Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni qo'lga olishing kerak. Qanday qilib chidayman axir? Bolamdan ayrilib qoldim. Siz buni tushunmaysiz, qanchalik azobligini tasavvur ham qila olmaysiz. Bo'ldi, Oydin, tushunib turibman. Lekin ilojimiz qancha? Agar u kasal bo'lib qolsa, nima bo'ladi? Madina unga yaxshi qarolmasa-chi? O'zingni bos. Bo'ldi, o'zingni bos. Vahima qilyapsan. Madina unga sendan kam qaramaydi, xotirga o'rin yo'q. Bekorga o'zingni qiynayapsan, Oydin. Menga qara. Bo'ldi. Yig'lama. O'zingni qo'lga ol. Tushundingmi? Oliya oyijon, ovqat olib kelingmi? Yo'q. Ishtaham yo'q. Dadang bilan gaplashdingmi? Nima dedilar? Hozir boraman dedilar. Opangdan xavotir olma, topildi deb aytdilar. Qayerdaligini so'ramadingmi? Kelyapman deb telefonni o'chirib qo'ydilar. Ha. Bo'ldi, oyijon, xavotir olurming. Xo'p. Zilola? Dadasi. Qutulganing rost bo'lsin. Seni qara. Dadasi. Qizingiz kim bilan ekan? Qayerda ekan? Bo'ldi, kuyoving topibdi. Hozir kelib qolishadi, bo'ldi, xavotir olma. Bolasi-chi? Bolasini Madinaga beribdi. Bechora qizim. Baribir taqdirga tan beribdi-da. Yaxshi bo'ldi. Bildingmi? Boshidanoq shunday qilish kerak edi. Qaysarlik qildi, gapga kirmadi. Buni ustiga sen ham uni yonini olding. Ko'rdingiz-ku, umuman tushunishni xohlamadi. Tushunmasa majburlash kerak edi. Senga ham mana indamay qochib ketdi. Bu ham bekorga emas ekan. Buni ham ortida sen turgan ekansan-ku. Oydin seni tanishingnikiga borgan ekan-ku. Dadasi, bo'lar ish bo'pti. Hammasi mana ortda qoldi-ku. To'g'ri-yu. Sal bo'lmaganda qamalib ketarding-da. Sen qamalib ketsang, men nima qilardim bu yerda? Qanday chidardim? O'zi shu 2 kun ichida adoy tamom bo'ldim. Kechiring, dadasi. Sumbula? Yana qayoqqa otlanyapsan? Hozircha ketayotganim yo'q. Lekin tayyor turishim kerak. Nimaga tayyor turishing kerak? Bu kim bilan uchrashuving bormi? Ha, shunaqa desam ham bo'ladi. Qizim, jumbolik qilmasdan to'g'ri gapirgin. Abbos akam ota-onasi kelishyapti. Meni ham chaqirib qolishi mumkin. Seni nimaga chaqiradi? Bugun Oydin bilan Abbos akam ajrashadi. Qanaqasiga bu gap qayerdan olding? Bilaman-da, amma. Xo'sh, keyinchi? Agar bo'lajak qaynanamni tillari ustun kelib, Oydinni ayblarini bo'yniga qo'ya olsa, unda yaxshi. Agar bir o'zlarini kuchlariga yetmasa, men yordamga borishimga to'g'ri keladi. Tushunarli. Demak, hamma bo'lgan ishlarni ochib tashlamoqchisan. Shundaymi? Ha, shunaqa. Qo'y qizim, senga bunaqa ishlar yarashmaydi. Nima yarashish kerak, amma? Men yomon ish qilyapmanmi? Men haqiqatni aytyapman. O'zingni o'zing aldama. Bir oilani buzib,
o'sha erkakka turmushga chiqmoqchi bo'lib turibsan. U meni shundoq ham erim. Men o'z baxtim uchun kurashyapman. Buni hech qanaqa yomon joyi yo'q amma. Iltimos jon qizim, o'sha yerga bormagin. Mayli Abbosdan umid qilma demayapman. Lekin Zilolani hozirgi damda oilasi bir og'ir vaziyatda turganda o'lgani ustiga tepgan qilasanmi? Seni bir umr qarg'ab o'tishadi. Ular bilan mening ishim yo'q. Ko'raylikchi. Balki meni keragim bo'lmas. Qaynanami? Tillari ustun kelar. Ha, Umida eshitaman. Ali aka, qayerdasiz? Menmi? Do'konga kirgandim. Hozir shunday kirib chiqay. Oyim yaxshimilar? Yo'q. Yaxshi masala. Men shifoxonadaman. Shifoxonada? Nega? Xolam, haligi. Umida tezroq gapirsang-chi. Nima bo'ldi oyimga? Ular aravachadan yiqilib tushibdilar. Qanaqasiga yiqildilar? Sen qayerda eding? Men ham o'sha yerda edim. Tezroq keling, Ali aka. Hozir ahvollari yaxshimi? Doktor nima deyapti? Hali hech narsa deyishgani yo'q. Ichkariga olib kirib ketishdi. Chin ursin. Kelasizmi? Bo'ldi, hozir yetib boraman. Nega ham vaqtliroq xabar olmadimmi? E'tiborsizligimdan bo'ldi hammasi. Umida? Ulug'bek aka, keldingizmi? Nima gap? Oyimga nima bo'ldi? Haligi xolam ichkaridalar. Doktorlar olib kirib ketishdi. Nega? Nega olib kirib ketishadi? Nima bo'ldi? Haligi aravachadan yiqilib tushibdilar. Qanaqa qilib? Bilmadim. Chiqsam hovlida yotgan ekanlar. O'zim ham qo'rqib ketdim. Sen ko'rganingda behush yotganmidilar? Ha. Doktorlar nima deyishyapti? Menga qara. Umida, menga qara. Ish qilib zinadan yiqilib tushmadilarmi? Yo'q, zinadan emas. Hovlida yurgandilar. Qarasang bo'lmaydimi, Umida? Qayerda yurganding? Men ovqat qilib ish qilayotgandim. Ulug'bek aka, uzr ko'rmay qolman. Qaysi xonaga olib kirib ketishdi? Bu yoqqami? Ha, bu yoqqa. Iya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilib yuribsan? Men haligi narsalarimni olgani kelgandim. O'zingizchi? Men bu yalingani keldim. Nima? Ishimni tiklamasam bo'lmaydi, Husniya. Foydasi yo'q. Kirmay qo'yavering. Nega ekan? Men gaplashib chiqyapman. Ko'ndira olmadim. Mayli, bir urinib ko'raychi. Qo'ysangizchi. Meni eshitmagan sizni eshitarmidi? Eshitadi. Jon kuydirmasang janona qayda? Siz joyidami? Nimalar deyapsiz? Harakat qilib ko'rish kerak deyapman. Hoy inson. Meni ikkita yetim bolam bor deb yarim soat yolvordim. Kiprik qoqmadi. Juda ham qattiq ayol ekan. Shunaqa degin. O'zimizni Zilol opa yaxshi edi. Qadriga yetmadik. Nima demoqchisan? Uni qamalganiga men aybdormanmi endi? Ha, siz aybdorsiz. Bekordan bekorga darrov o'zingizni oqlamayapsiz. Tunov kuni aytgan gaplaringiz esimda. Ana u Qodir Melisa bilan kelishib, siz tiqtirdingiz opani. O'chire, ahmoq, og'zing bor deb gapiraverasanmi? Aljiraverma. Bo'pti, men ketdim. Sizga gapirganda foydasi yo'q. Shoshma, unda men ham kirmayman. Bu yoqqa keling. Nimaga orqamdan yuribsiz? Ha, seni ortingdan yurganim yo'q. Qishloq senikimi? Ha, meniki. Hozir birontasiga aytsam, dabdalangizni chiqarishadi. Xafa qilyapsan. Shunchalik meni qo'rqoq deb o'ylayapsanmi?
Of, siz haqingizda umuman o'ylayotganim yo'q. Mehmonligingiz uchun indamaganimga rahmat deng. Haddingizni biling. Ha, hali indamaganingiz shumi? Ha, kechadan beri rasa kaltaklayapsiz-ku, yaxshi qiz. Ha, bo'pti. Xumora. Nega sen meni gaplarimni jiddiy qabul qilmayapsan? Bilmadim-u, lekin men o'ylab ko'rdim. Nimani o'ylab ko'rdingiz? Men sizga javobimni aytdim. Tinch qo'yasizmi, yo'qmi? Yo'q. Men qaytmayman. Oxirgacha boraman. Bekorga ovora bo'lganingiz qoladi. Buni hali ko'ramiz. Chunki men senga uylanaman. Men Ali akamning do'koniga ketyapman. Ortimdan kelmang. Hoy, to'xta.